Kichik suv tomchisining dunyoga sayohati. Sara Gurbuz Ozerinda sizlarga qiziq bo'lgan ushbu kitobni tavsiya qilamiz. Aziz kitobxon, siz fan, geografiya va tarixni uyg'unlashtirgan ajoyib sarguzashtga tayyormisiz? Ushbu kitob bilan siz yillar oldin bahaybat Titanik halokati sabab aysbergga yopishib qolgan kichik suv tomchisining asrlarcha davom etgan tutqunligining nihoyalanishiga guvoh bo'lasiz. Atlantika okeanidan Afrikagacha, Yevropadan Istanbul Bosforigacha, Qora dengizdan Sharqiy Anadolugacha dunyo bo'ylab sayohatga chiqasiz. Kichik tomchining nigohi bilan suvning barcha ko'rinishlarini uchratasiz. Muzlikdagi, okeandagi tomchi, ba'zan esa osmonda bulut bo'lish hayajonini his qilasiz. Suv turbinalarining elektr energiyasini qanday ishlab chiqarishini va suv tegirmonlarining ishlash tamoyillarini o'rganasiz. Kichik suv tomchisi qor bo'lib tog'larga, yomg'ir bo'lib yaylovlarga yoyilib, artizanlardan otilib chiqadi. Sel bo'lib sizni o'zi bilan dalalarga olib boradi. Ushbu kitob yordamida siz geografik ma'lumotlar orqali yer va osmonning tartibini kashf qilasiz. Ikki boshli burgutdan nayza o'yinigacha bo'lgan Anadolu tasvirlarigacha duch kelasiz. Ekologik muvozanat va atrof muhit haqidagi bilimlaringiz egallash bilan bog'liq ajoyib sarguzashtlarni boshdan kechirasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.